Assalomu alaykum do'stlar. Kecha va'da qilganimizdek, xudo xolasa bugun ham stollarda obzorni sizlarga namoyish qilamiz. Tutgan ro'zanglarda Alloh dargohida qabul qilgan bo'lsin. Agar sizlar bemalol bo'lsanglar, biz video obzorimizni boshladik. Turgan joyimiz Andijon viloyati Oltinko'l tumanida Usta Umidjonning sexlari. Sizlarga yana har kuni video obzorlarni shu kanalimiz orqali yoritib boramiz. Xo'p, bugun bu komplektimiz. Bugun bu komplektni obzor qilib beramiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Juda chiroyli qilib ishlangan. Hashamatni yoqtiradigan mijozlar. Hashamat, keyin gullari ham ancha ko'proq buni. Oldilarida, orqalarida hamma yo'g'i gul bilan qoplangan. Bu ham ABS plastik. Bu ham ABS plastik quyma. Gap bo'lishi mumkin emas. Juda chiroyli. Har qanday nozik didli mijozni o'ziga rom qilib qo'yadigan orqalarini ham ko'rsatamiz. Orqalari ham gullari, materiallari o'rtaga kelgan. Gap yo'q. Bu ham 12 kishilik. Bu ham 12 kishilik komplekt. Faqat gabariti sal kichikroq bo'lganligi uchun stoli 1.20 ga 3.20 bo'lgan bunisi. 3.20 bo'ladi. Ikkita akvarium bo'ladi. Ikkita akvarium bo'ladi, ikkita smoladan yasalgan noshkasi bo'ladi, ABS plastikdan yasalgan. Yon tomonlari polniy baget gullar bilan boyitilgan. Stoli MDF dan yasalgan. Stoli MDF dan, ikkita mana akvariumi bor. Akvarium ham bemalol idish, tovoq, meva-cheva hamma yo'q qo'yib ishlatilsa bo'laveradi. Mustahkam. Ko'tarib tura oladi. Xo'p, usta ranglarini xohlagan rangida, materialni xohlagan materialda ishlab chiqarib bersa bo'ladi. Klient xohishiga qarab tayyorlab beraveramiz. Materiallarini, kraskalarini o'zgartirib beraveramiz. Narxi o'zgarmaydi. Narxi o'zgarmaydi. Dastavkalar qayergacha? Xo'p, dastavkamiz O'zbekiston bo'ylab bepul, qo'shni Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonga ham dastavkamiz bepul. Gap bo'lishi mumkin emas do'stlar. Bitta like bosib qo'ying. Keyin siz bizni qaysi viloyatdan yoki qaysi shahardan kuzatayotgan bo'lsangiz, kommentariyada yozib qo'ying. Biz uchun bu qiziq. Sizga ham dastavkasi bepul qilishni imkonini, harakatini qilamiz. Xo'p, endi qarang. Shu holatida men baribir dasturxon solaman tepasiga. Menga akvariumi kerak emas desa qancha bo'ladi? Akvariumini hisoblab chiqarib yuboramiz narxidan. Agar oyog'ini ham, noshkasini ham oddiy xon taxta bo'ladigan noshkadan qo'yib bering deydigan bo'lsa, uni ham narxini hisoblab chiqarib yuboramiz. Ancha arzon chiqadi bu holatga nisbatan. Buni nimaga aytyapman? Chunki biz kuzatayotganlar orasida dasturxon solib o'tiramiz. Endi ba'zilar shunday to'sadigan dasturxon solishi mumkin, hali material dasturxonni. Shularga kerak emas. To'g'ri. Ba'zilar endi buni hali salafan yoqib qo'yadi. Shunaqa. Gap bo'lishi mumkin emas. Narxi. Xo'p, narxi 13.500.000 so'm chiqadi. 13.500.000 so'm mashq holatida. Endi buni arzonlatsa bo'ladi. 10 milliongacha tushirsak bo'ladimi narxini? Imkoniyatimiz bormi? Chunki hammada ham 13.500.000 so'm olish qobiliyati bo'lmasligi mumkin. Qayerlarnidir o'zgartirib yoki 11 milliongacha-mi? 11 milliongacha tushirsak bo'ladi. Shu stolni oddiy qilib beramiz. Lekin sifati tushmaydi. Sifat tushmaydi. Gap bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, sizlarga mana variant, yana qanaqadir ustaga berish kerak bo'lgan savollar qolib ketgan bo'lsa, kommentariyada yozib qo'ying. Keyingi video obzorlarda buni inobatga olamiz. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Siz kommentariyada yana bitta narsani yozib qo'ying. Sizga qaysi mebelda video obzori kerak, buni biz inobatga olib, xudo xolasa birinchi qo'l ishlab chiqaruvchisining o'ziga borib, video obzorlarini sizlarga qilib yoritib boramiz. Siz bizni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. 4 minut vaqtingizga rozi bo'lasiz.